Xo'p, qaranglar, bugun biz sizlar bilan qanday qilib change graflarni tasvirlashda kerak bo'ladigan vocabulary va juda ham bir basic bo'lgan grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi ko'p gapirmay boshlasak. Changing graph degani o'tgan safar aytgandim, o'zgarishlarni tasvirlaydi. Xo'p, buni Google'dan ochib, hozir ko'rsataman. Line graph misolida. Line graph tasvirlanib olamiz. Misol uchun mana qarasanglar, mana bu yerda chiziqlar, ya'ni recycle'ni miqdori o'sha darajasi ekan, bu yerda o'syapti, tushyapti, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam mana o'sgan bo'ladi, misol uchun. Bu nima haqida ekan? Consumption of fast food, o'sha fast food mahsulotlarini iste'moli haqida ekan. Misol uchun pizzaniki oshgan, hamburgerniki ham oshgan, fish and chips tushgan ekan. Ya'ni biz oshdi, tushdi deb gapirishni bilishimiz kerak. Ana endi uchun bizga kerak bo'ladigan grammatika va vocablarni hosillardan ko'rib chiqamiz. Xo'p, 3 xil tasvirlash turi bor. Birinchisi something, o'sha nimaligi. Mana bu yerda nima haqida gap ketyapti? Ovqatni iste'moli haqida. Nimaligi? Verb, ya'ni nima bo'ldi? O'sdimi, tushdimi? Adverb degani qanaqangi darajada? Keskinmi, sekinmi? Misol uchun buni qaranglar. Hop, hamburgerni olaylik. Mana bu qismlarida, mana bu joyda 85-yilgacha dramatically, ya'ni juda ham keskin o'sgan, to'g'rimi? Ana undan keyin biroz o'sgan. Yaxshi, biroz keskin deb aytish kerak. Shunchaki o'sdi demasdan, qanaqangi darajada o'sgan deb aytish kerak. Misol uchun bu qizilni oladigan bo'lsak, hop, bu mana tasavvur qilinglar, mana bu joydan mana bu joygacha keskin tushgan. Mana shu keskin tushgan ishdan bilishimiz kerak. Xo'p, demak, bizda qanday bo'lar ekan grammar structure nimaligini aytar ekanmiz. Bunga boshqa misol bilan ko'rsak. Misol, the number of nimasi bo'lar ekan? Students at university A, ya'ni A universitetdagi o'quvchilarni soni deyapmiz. O'quvchilarning soni, ya'ni x nima haqida gap ketyapti? O'quvchini soni haqida. Ana endi nima bo'ldi? Misol uchun o'sdi demoqchi bo'lsak, rose deymiz. From qayerdan nechaga? From 3000 ta o'quvchidan 4000 ta o'quvchiga o'sdi deyapmiz. 2002-yilda. Bo'ldi mana. Ya'ni biz the noun x deb A universitetidagi o'quvchilarni sonini aytyapmiz. Rose deb turib nima bo'lgan? Tushunarlimi? Mana shuni 7000 deylik. 3000 dan 7000 ga o'sdi. Endi qaranglar. 3000 dan to'xtanglar. Mana bu fe'llar bo'ladi. Mana shularni sizlar o'sha o'sdi, tushdi degan ishlatasizlar. Misol uchun mana rise degani o'sdi. Endi lekin bu ko'pincha holatda bizga tasvirlar o'tmishda bo'ladi. O'tmishda bo'lgani uchun biz nima qilar ekanmiz? Rose deb o'tgan zamonini qo'yamiz. Mana bu yerda hammasini o'tgan zamondan qo'yib chiqqanman sizlar uchun maxsus. Rise degi rose, increased, climbed, grew, go up, went up. Ana endi tushdi demoqchi bo'lgan bo'lsanglar, mana shu fe'llar ishlatasizlar. Decreased, dropped, fall, fell, declined, go down, went down. Tushunarlimi? Hozir biz rose ishlatdik. Mana rose bo'ldi 3000 dan 7000 gacha. 3000 dan 7000 ga chiqdi deyapmiz. Xo'p, endi shuni qanaqangi darajada chiqdi shuni aytamiz. Misol uchun the number of students at university A universitetdagi o'quvchilar soni increased deymiz bu safar. Mana bu fe'l ishlataylik. Oshdi deyapmiz. From 3000 dan mana shu yerda virgul bo'lishi kerak. 3000 dan to 7000 ga. Endi qaranglar. Biz mana increased fe'li bor-ku, fe'ldan keyin qanaqangi darajada o'sdi? 3000 dan 7000 ga manimcha bu dramatic increase. Xo'p. Endi keskin demoqchi bo'lsalar, mana bu joylar keladi. Dramatically, significantly, considerably, noticeably, markedly. Mana shular hammasi keskin o'sadigan graflar uchun. Endi
biroz o'sgan bo'lsa slightly, minimally, negligibly, marginally. Mashhad hammasini yodlab olinglar. O'sha sizlarga kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni yozsak. Demak, increased bo'libdi. Katta o'zgarishlarga nima derkanmiz? Dramatically derkanmiz. Increased dramatically. Keskin o'sdi. 3000 dan 7000 ga deyapmiz. Men 2002-yil. Bo'ldi mana. X deb turib nimaligini aytdik mana bu yerda. Xo'p, mana increased deyapmiz. Nima bo'ldi? Va dramatically qanaqangi darajada. Endi qaranglar, mana bu gap noto'g'ri bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, the number of students at university. Universitetdagi o'quvchilar soni increase dramatically. Mana shu narsa xato. Nima uchun xato? Birinchidan bu increased deyapti. Bu o'tmishda keladi. O'shaning uchun bu increased bo'lishi kerak. Increase bo'lmaydi bu birinchidan. Bu demak increased bo'ladi. Ana endi dramatic deyapti. Dramatic degani keskin degani. Bu ot. Lekin biz fe'ldan keyin nima qo'ymaymiz? Ot qo'ymaymiz. O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? Aytishimiz kerak. Dramatic ya'ni keskin tarzda degani. Tushundinglarmi? Shu to'g'ri javoblarni bir yashilda qo'ysam bo'ladimi? Aytsinki-ya. Ha, yashilda qilib qo'ysam ancha yaxshiroq bo'lsa kerak menimcha. Yeah. Tushunarli, ya'ni the number of students at university are increased dramatically bo'lish kerak ekan. Xo'p, endi bu birinchi usul bo'ladi, ya'ni nima haqida gap ketyapti, nima bo'lyapti va qanday tarzda. Noun, verb and adverb. Endi buni hayotlardan gap so'zlab bo'ladi. Misol uchun aytishlar mumkin. Nima? Mani kontraktim oshdi demoqchi bo'lsalar, my tuition fee, the cost of my tuition fee, the cost of demak iPhone 11 haqida gapiramiz. iPhone 11 ni cost, ya'ni price, ya'ni narxi deyapmiz. Price of iPhone 11 ning narxi aytsa bo'ladi, decline bu safar. Decline nima degani edi? Tushdi degani. Downward trend, tushadigan trendlar uchun mana shu ketadi. Tushdi deymiz. Qanday? Slightly bu safar. Slightly degani biroz degani edi. Esladingmi mana? Smaller change'larga slightly edi. Biroz tushdi. From nechidan? Taxminan bir $200, 220 dollarlardan shunchaki $200 ga tushdi. In June. Iyunda deyapmiz 220 dan 200 ga slightly decline bo'ldi. Declined slightly, ya'ni biroz tushdi deyapmiz. Nima haqida gap ketayotgani? iPhone 11 ning narxi haqida gap ketyapti. Declined, ya'ni bu nima bo'lgani? Slightly degani qanaqangi darajada? Birozmi yoki keskinmi yoki bo'lmasam shunaqa narsalar. Tushunarlimi? Ya'ni biz o'sadigan trendlar uchun mana bu fe'llarni, tushadigan trendlar uchun mana bu fe'llarni o'sdi demoqchi bo'lsam mana uni, tushdi demoqchi bo'lsa mana uni. Shuni o'zbekcha yozib qo'yaylik, mana bu adashishlarda ba'zilar. Xo'p, o'sdi deymiz. O'sdi. Bu tushdi. Xo'p, endi bu qanday o'zgarishlar? Bu juda ham katta o'zgarishlar. Katta. Menimcha yozish ham shart emas, sizcha yosh bo'lamasizlar. O'sdi degan ekan, bu tushdi degan ekan. Tushunarlimi? Bo'ldi mana, xolos. Boshqa narsa kerak emas. Juda ham oson, to'g'rimi? Endi mana shu misolda ko'ringlar, qaranglar. Pizzani iste'moli nima qildi? Pizzani aytmaylik, pizzani aytamiz. Taxminan bir bu 5 larga to'g'ri kelsa,
5 dan bir saysonni tepasiga chiqdi, 95-yil deymiz, to'g'rimi? Shunday aytamiz. Hop. The consumption of ya'ni iste'moli deyapmiz. Nimani iste'moli? Pizzani iste'moli. Pizzani iste'moli rose o'sdi. Qanday? Dramatically. Chunki dramatically deb mana bu yerda katta o'zgarishlarni aytadi. Dramatically o'sdi. Nechiga? From about taxminan bir 5 kilograms 5 kilogramdan kilogramm ekan bu yerda 5 kilogramdan nechiga? O'zi bu kilogramda bo'lishi kerak. Menimcha bu savol noto'g'ri qo'yishgan. 5 kilogramlardan 80 kilolargacha. To just above degani tepasida. Just above 80 kilolarni tepasiga chiqib oldi deyapmiz. Tushunarlimi? Mana the consumption of pizza turib x aytyapmiz. Nimaligi? Rose. Nima bo'ldi? Dramatically qanday tarzda. Va bu yerda raqamlarni aytib qo'yapmiz xolos. Bo'ldi mana. Bu bizda birinchi usul bo'lar ekan. Ana endi bizda ikkinchi usul. Bizda xuddi o'sha nima haqida gap ketishini aytamiz va bu yerda fe'llarimiz bor maxsus. So degani boshdan kechirdi. Witnessed. Bu ham boshdan. Hammasi o'las boshdan kechirdi, ko'rdi degan narsalar. Endi adjective qo'yamiz. Adjective ya'ni sifat. Bu e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu yerda birinchi nima bo'lgani o'sdi tushdi va qanaqangi tarzda bo'lgan edi. Lekin bunda teskarisi. Birinchi bo'lib qanaqangi tarzda bo'lgani va nima bo'lgani. Misol uchun gap aytsak. Mana bu birinchi gapni sizlar bilan mana shu pastdagi grammatga qo'yib ko'ramiz. Hop, endi shuni biz yozishimiz kerak. X ni yozib olamiz, ya'ni nima haqida gap ketyapti? Demak, the number of students, ya'ni studentlarning soni. At university A'dagi o'quvchilarning soni. So degani boshidan kechirdi. Mana bu yerda A yoki N artikli bo'lishi kerak. Qanday o'zgarish? Deymiz. Nimani boshdan kechirdi? Arise deymiz. O'sdi. Mana bu yerda lekin bular ot shaklida. Tushunarlimi? Arise bu yerda fe'l emas. Arise degani o'sish. An increase ko'tarilish. A climb bu ham ko'tarilish. Xullas mana shular ko'tarilish uchun, mana bular tushish uchun. Tushunarlimi? So a rise o'sishni boshdan kechirdi from 3000 dan to 7000 ga 2002-yil deyapmiz. Bo'ldi mana. Nima haqidagi x nima deydigan bo'lsak, mana bu yerda o'quvchilarning soni. So o'sha boshdan kechirdi. Rise deyapmiz. Biz nimani boshdan kechirdi? So arise bo'lishi kerak. Arise deb turib nimaligi. Tushunarlimi? Where is blue? Yeah. Endi shuni boshqaroq qilsak bo'ladi. Qanaqangi tarzda bo'lgani. Endi nima qilamiz? Xuddi shunday yana yozib olamiz. The number of students at university. Universitet A'dagi o'quvchilarning soni exhibited o'sha boshdan kechirdi. Significant degani keskin, juda ham katta degani. Juda ham katta. Significantly bo'lmaydi. Significant bo'ladi. Chunki bu yerda adjective qo'yish kerak, sifat qo'yish kerak. Juda ham keskin, nimani? O'sishni. Increase. From 3000 dan to 7000 gacha. Shu virgul bo'lishi kerak. Shundan to 7000 gacha 2002-yillar. Bo'ldimi? Mana bu yerda x nima haqida gap ketyapti? A universitetdagi o'quvchilarning soni bo'yicha. Exhibited boshdan kechirdi. A significant deyapmiz. Qanaqangi darajada va nima bo'lgani. Bu yerda increase deyapmiz.
Bo'ldi mana. Shu juda ham oson. Endi sizlar mana bu yozganlarimizni mana shu grammatikadan yozib ko'ringlar. Hop, bo'ldi, mana shu biza ikkinchi usulimiz bo'lar ekan gapirishni. Xo'p. Endi bu fe'llarni ko'ryapsizlar. Bularni ko'rgansizlar bilan bu otlar bo'ladi. Mana bu noun bor-ku, ko'kdagi mashlar mana shu ot bo'ladi. Shu ko'kdaga kirib qo'ysa, qiyin. Mana shular noun bo'ladi. Endi bular turlari. Misol uchun dramatic degani keskin, significant, considerable, noticeable hammasi katta o'zgarishlar uchun. Market ham hattoki. Slight, minimal, negligible deganlar bular. Marginal bular kichkinagina o'zgarishlar uchun. Gradual, steadily, consistent degani asta sekin tushish yoki asta sekin chiqish o'shalar uchun. Buni albatta Google'dan ko'rib, tarjimasini o'zbekchasini ko'rib olasizlar. Ana endi tushgan gap yozaylik. The number of the amount of consumption of fish deylik. Ya'ni baliqning iste'moli in the US Amerikada baliqning iste'moli ko'rdi. A slight degani biroz, decline. Biroz tushishni ko'rdi deymiz. From 100 gramdan nechiga 90 gramga tushishni boshdan kechirdi 2023-yilda. X nima haqida gap ketyapti degan bo'lsa, mana bu yerda the consumption of fish in the US Amerikadagi fishni consumption haqida boshdan kechirdi. A slight deyapmiz, ya'ni biroz deyapmiz. Nimani? Decline, kamayishni. Endi sizlar mana shuni yozib ko'rsanglar ham bo'ladi o'zingizlar. Nima deysizlar? Gamburgerni sizlar 75 dan 85 yozasizlarda, ya'ni the consumption of hamburger increased significantly from about 10 gramlardan to around 81 deysizlar. Tushunarlimi? 81. Shunaqa qilib yozsanglar bo'ladi. Любовьda internetga kirib turib langrafsizlar son mingta chiqadi. Xohlagan bitta osonroq chiziqchani tasvirlab qo'yasizlar. Mana narsalar in person. Bunga qiynalasiz, sizlar bunga qiynalasiz. Hop, what else? Bu narsalar bo'ladi, ya'ni streamlarni percentages asta sekin o'stirishdi. Asta sekin degani steadily. Mana shu narsa bo'lar ekan. Ana endi bizda 3-usul bor. Bizda bu there was demizda plus yoki and plus adjective plus nima demoqchi bo'lganim xoslarga tushuntirib beraman. Hozir bu tushunarsizlik tuyulishi mumkin. Nima qilyapti bu deyishlar mumkin. Xo'p, ana endi hozirga mashina ko'rsam, mashina ko'ramiz. Qo'yib oldik. Just a second. Nima deymiz? There was degani bo'lgan. There was a nima bo'lgan? Decline bo'lgan. Nima degani bu? Decline degani o'sha pasayish bo'lgan. There was in X mana narsalar. There was a decline, ya'ni o'sish bo'lgan, tushish bo'lgan. Nimada? In the number of students at university A. Universitet A'dagi o'quvchilarning sonida tushish bo'lgan deyapmiz. Tushunarlimi mana? There was bo'lgan a decline. Let's say yashil. Nimalar bo'lgan? Let's say ko'k. Kuchli bo'lishni saqlaydi. Ya'ni there was a pasayish bo'lgan. Pasayish bu yerda ot bu, o'shaning uchun bitta yashil qo'yamiz. In nimada? The number of students at university A, universitet A'dagi o'quvchilarning sonida deyapmiz. Tushunarlimi?
Shuni push qilamiz. Bo'ldi mana. Ana endi shuni tepadagini birga bir boshqacha grammatikadan o'tamiz. There was a bor edi. Qanaqangi ko'tarilish? A significant increase. A significant increase bo'lgan. Qayerda? In the number of students at university A'dagi. Mashina sariq qilish kerak o'zasida. Bu sariq bo'lish kerak. Bu ko'k bo'lish kerak. Bu bo'lsa yashil bo'lish kerak. Ishoning mana. Nima bo'lgan? A significant increase bo'lgan. Significant degan keskin increase. O'sish bo'lgan. Qayerda? In the number of students at university A. University A'dagi o'quvchilarning sonida deyapmiz. Tushunarlimi? Ya'ni hisoblar bunga there was a slight decline. Biroz tushish bo'ldi. In the price of iPhone 11 ning narxida biroz tushish bo'ldi. From $230 to $225 ga deyapmiz. Tushunarlimi? Ya'ni mana shu bo'lar ekan. Shu bo'lgan a slight decline. Biroz tushish bo'lgan mana shu narsaning narxida deyapmiz. Bu yerda birinchisida nima deyapmiz? Mana bu narsa boshdan kechirdi keskin o'sishni. Mana bu yerda bo'lsa keskin o'sish bor edi. Mana shu narsada. Xo'p. Mana shu biz uchun asosiy 3 ta asosiy grammar structurelar bo'lar ekan. Basic grammar structurelar. Lekin bularni qanday qilib bir-biriga ulab ketishni keyingi darsda ko'ramiz. Hozircha mana shuni sizlarga yetadi. Buni yana ham mustahkamlash uchun sizlarga mashq qilib qo'yganman. Mana. Buni qilib kelasizlar. Misol uchun nima deysizlar? Buni chiqarib olinglar, o'sha oson bo'ladi. O'qishlarda xatoni topib, tagiga chizib, yoniga to'g'risini yozasizlar. Misol uchun mashinasi. The number of visitors to the museum, ya'ni nima? Muzeyga tashrif buyuruvchilarning soni rose qildi. O'sdi dramatically. Dramatically nima degan edi? Keskin. Ya'ni dramatically. Keskin o'sdi deyapmiz. Endi mana bu yerda xato, mana bu grammatikda. Nima uchun? Sababi grammatik deb qo'ymaymiz. Chunki fe'ldan keyin biz dramatically deb mana bu yerda adverb qo'yardik. Lekin bu yerda adjective kelgan. Ana o'shaning uchun buni nima deymiz? Dramatically deymiz. Buni olamizda chizib tashlaymiz. Mana bu yoniga dramatically deymiz. Bu shunaqa darajada oson. Mana shu 15 tani qilsanglar yetadi demayman sizlarga. Va undan tashqari to'xtab qolmanglar. Internetga kirib line graph deysizlar. Shunday qaraysizlar. Line graph emas, любой yilni tasvirlagan grafga. Misol uchun pie chart bo'lishi mumkin. Pie chart deb kirasizlar. Misol uchun deydigan bo'lsak, nega men holiga narsa chiqmayapti yo'lda. Mana 95-yilda 2005-yilgacha aytsalar bo'ladi. Xo'p, o'sha coal o'sdi yoki gaz tushdi 29 dan 30 ga. Yoki nuclear chiqdi biroz. Yoki petrol tushdi noticeably sezilarli darajada. Shunaqa qilib yozib kelasizlar. Tushunarlimi? Bu mana qarang, hozir o'rgatgan narsam sizlarga. Qani. There was oxirgi grammatikamiz qani? There was deyapti. Only a few minimal increase. Only a few. Buni o'rgatmadim to'g'ri. Lekin minimal increase. Hozirgi narsamiz mana. Birinchi adjective va fe'lni. A significant increase at the minimal increase bo'lyapti. In the production deyapti. From gas and coal. Nimadaligi. In deb biz ham shu yerda aytamiz. Ko'rgan bu hamma sizlarga o'rgatayotgan grammatikalarni 100% ishlaydi va bularga o'sha ninerlar ham, examlar ham ishlatadi.
Ular shunaqa, mana shuni bosib aktiv qilsalar yetadi. Va undan tashqari o'zlari hayotinglardan misol olib uchoviga ham yozinglar. Misol bu qanday bo'ladi? Misol uchun men o'zim oyligimdan aytayman. Oyligimni aytdim. Oyligimni aytdim. My salary, mana oyligim aytsam bo'ladi. Increased. Nima aytsam bo'ladi? Noticeably. Ya'ni noticeably degani sezilarli darajada o'sdi. From qanchadan? Misol uchun, let's say $200 to $350 deyapmiz. In March. Mart oyida dedik. Tushunarlimi? Ana endi qaranglar, mana bu yerda shuni boshqacharoq biz buni qaysi bilan qo'ydik? Birinchi grammatika bilan qo'ydik mana. Fe'l qo'ydik va adverb qo'ygandik. Endi shuni biz tagida ot bilan qo'yishimiz kerak. Ikkinchi grammatika. Qani so exhibited dedik-ku, shularni yozamiz. Men aytaman, salary so noticeable deyman, chunki noticeably demasdik. Fe'l shakli, ot shakli noticeable bo'ladi. Sezilarli nimani boshdan kechirdi? Increase ni, o'sishni. From $200 $350 ga uchta qo'yibman. Hop, $350 ga in March. 300 deb ko'ring, 320 deylik. Ana endi oxirgi ko'rinishimiz. There was bor edi a noticeable decline. Increase. Biroz o'sish bor edi. In my salary. Nimamda? Mani oyligimda o'sish bo'ldi. From deymiz, o'sha $200 dan $320 ga mart oyida deb yozib qo'yamiz. Tushunarlimi? Bir xil gap, faqat 3 xil ko'rinishda. Nima uchun biz buni har xil o'rganyapmiz? Sababi biz hammasini bir xil grammatikada yozsak, grammar range and accuracy degan narsa tushib ketadi. Ya'ni biz har xil grammatika qo'llashimiz kerak. O'shaning uchun biz uchovini ham 100% aktiv qilib tashlash kerak. Tushunarlimi? Yana bitta grammatika bor-ku, uni keyin o'rgataman. Menimcha mana shu uchovi hozir yetadi. Shunaqa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishamiz.